9 yil o'tib ayolni avtobus g'ildiraklari ostiga itarib yuborgan bu pastkash yuguruvchi topildi. Agar haydovchining chaqqon reaksiyasi bo'lmaganda, u hayotdan xayrlashishi yoki juda ham jiddiy jarohatlar olishi mumkin edi. Deyarli 9 yil davomida yuguruvchining shaxsi sir bo'lib qolgan. Hodisa Londondagi Patni ko'prigida sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs piyoda ketayotgan ayolni ataylab 2 qavatli avtobus g'ildiraklari ostiga itarib yuborgan va hech narsa bo'lmagandek yugurishda davom etgan. 2017-yilda politsiya 50 ga yaqin odamni so'roq qilgan, bir necha gumonlanuvchilarni hibsga ham olgan, ammo hech biriga ayblov qo'yishni imkoni bo'lmagan. Shu sababli bu ish haligacha ochilmay qolgan edi. Ammo yaqinda London politsiyasi gumonlanuvchini aniqlab hibsga olishga muvaffaq bo'ldi. Qo'lga olingan shaxs 44 yoshli bankir qirolicha Viktoriyaning avlodi Nikolas Brander bo'lib chiqdi. Mishmishlarga ko'ra, u hozir shov-shuvli ajrashuv jarayonida va xotini uni fosh qilgan. Eng qizig'i, Brander avval ham shunga o'xshash ishlar uchun javobgarlikka tortilgan ekan. 2013-yilda u mototsiklda ataylab bir velosipedchini urib yuborgan va shundan so'ng jinoyat joyidan qochib ketgan. O'shandan keyin u kichkina jarima bilan qutulib qolgan, ammo bu safar hammasi boshqacha bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? U qanday jazo olishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va sirli arxivni kuzatib boring.